Bir boy iki eşekka yük atıp yo'lga chiqibdi. Bir eşekning yuki og'irroq, yana bir eşekning yuki yengilroq ekan. Eşekning biri yana biridan yordam so'rabdi. Aka, men faqat bo'lamadim. Menga bir oz yordam qilib, u yuklardan biror tog'ani bo'lsin ko'tirish besang bo'pti ekan. Shundoq qila aka. Bunda qilsak bo'lmasmikin? Bu yuklardan Mehmet hayotliq qutulgan tursam. Aka, sen bu yolg'onda yetib olmagan bo'lsang, xo'jayinimizmi bunchalar ko'p tog'arni meni ustimga otib qo'ymagan bo'ladi. Ha, mumkin bo'lsa. Mumkin emas. Nimandaq to'g'ri gap qilasan? Bu yuklarni sana men ortib qo'ydimmi? Sen berib xo'jayinimizga da. Qandoq degan gap bu? Men ketdim.